Davlatimiz rahbar har bir gapida qayta takrorlab, bitta fuqaroni rozi qilish men uchun eng katta vazifa degan gaplarini haligacha rahbarlar, mas'ul xodimlar tushunmaganga o'xshaydi. Hozir har bitta bajarmagan odam nimaga bajarmaganini bizga isbot qilib bersin. Isbot qilib bera olmasa ishdan ketsin. Ayniqsa elektr tarmoqlar degan noinsof kattakoni bilan aytib bersa et qotiydi, uraversa bet qotiydi deydi. Beting ham qotib bo'lgan, eting ham qotib bo'ldi sen noinsoflarga. Siz aytasiz, mana qaror chiqqan, nima uchun tender bo'lgan vaqtda, mana shu qaror kuchga kirmagan vaqtda sen qaramagansan deysiz. Men nima uchun qarashim kerak? Tender o'tkazayotgan men aralashmasam. Siz tushuntirishingiz qilyapman. Tushuntira olmayapsiz. Sizni pulingizga kelgan emas, tushundingizmi? Yuzdagi xontaxtani stolda urasiz. Bu davlatning mulki, bunga ziyon yetkazishga haqqingiz yo'q. Hozir shapaloqqa solaman, keyin yaxshi bo'ladi. Tushundingizmi? Ismim Otabek. Mana budjetdan kelgan mulkni bu zarar qilmaysiz. Otabek bo'ydingizmi? 300 ishlatadi. Otabek. Lekin afsuski, gurunch ko'rmaksiz bo'lmaydi deganlardek o'z mas'uliyatini unutib, oyog'i yerdan uzilgan, men rahbarman, nima qilsam ham meniki to'g'ri degan xato fikr bilan g'o'dayib yurgan ayrim odamlar ham yo'q emas. Ularning o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilib, qo'l ostidagi xodimlarga qo'pol munosabatda bo'layotgani, haqorat qilib, hatto qo'l ko'tarayotgani haqida bizga ko'plab ma'lumotlar kelib tushmoqda. Bu bizga umuman noma'qul narsa. Bu illatni yo'q qilish kerak. Vaqt soati odamlar ko'tarmaydi endi. Bugun yig'ilish prosta tag yig'ilish emas. O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarining murojaatlari to'g'risidagi qonun talablarini qo'pol ravishda buzayotgan 55 nafar mas'ul mansabdor shaxslar chaqirilgan. Bugungi kunda ijrosi kechikayotgan murojaatlar 1361 tani tashkil etmoqda. Shuning 556 tasi, ya'ni 42% noinsof elektr tarmoqlari korxonalari rahbarlari zimmasiga to'g'ri kelyapti. Viloyat bosh tashkiloti yo'qmi? Prasrochkasini umuman hali 1 yilliklarni o'zi hammasi shulardagi. 30 ta holatda murojaatlarning ijrosini ta'minlash muddati 6 oydan oshgan bo'lsa-da, hali ham bajarilmaganligini ko'rsatmoqda. 6 oydan 30 dan. Shuni yarmidan ko'p, ya'ni 16 tasi viloyat elektr tarmoqlari korxonasida. Men har payshanba kuni shuni 4 yil so'radim, 4 yil. Ko'ngildagidek bo'la boshladi. Bitta elektroset noinsof agar aravasini tortganda edi, bugungi yig'ilish ham bo'lmasdi. Nimaga gaz o'zini eplab oldi? Nimaga suv o'zini eplab oldi? Chaqirmadik bugun. Nimaga tijorat banklari eng ko'p savol shundan tushardi. Eplab oldi o'zini. Xulosa qildi. Mingta tushuntirish xat yozgan. Meni muonim javob beradi bunga deb yozib bergan. Saydullayeva kim bo'pti? Senga boshliq. Saydullayevga bitta masala ta'lillardir, ikkita o'ziga personalni berib qo'y. Qolganlarning hammasining ijrochisi bor pastda. Qancha odamlarda uyida terak turibdi. Birovda uyida terak qo'yilgan bo'lsa ham terak. Men aybdorman deb yashashing kerak. Shuni qilmaganingcha uxlamashing kerak. O'zingning vijdoningga savol berishing kerak. Vijdoningga savol ber. Nega meni uyimda svet yonib turadi? Shamol bo'lsa ham svet o'chmaydi. Nimaga uni uyida terakka tortilgancha uyingdagi stalbani olib qo'yishing kerak, terakni o'zing almashtirib qo'yishing kerak uyingga, qarindoshlaringnikiga. Bo'lmasa unikini qilib ber. Imkoniyat topib. Sen o'zingning imkoniyatingda qilasan, qilolmay qoladigan viloyat hokimiga, mana shunaqa bo'layapti. O'zi shu yilning o'zida ham bir 10 milliardga yaqin ajratib qo'ydik o'zi. Shuncha stalba almashtiryapmiz. Bitta Omondaraga 2000 ta. Transformatorni berib qo'yganmiz. Ulanmagan. Hammasi energiya nazorati 6 ta xodim o'tirish kerak, ular ishlash kerak. Oqtoq qorani qora qilib kelish kerak. Urgut elektr tarmoqlari, Samarqand tuman elektr tarmoqlari, Nurobod tuman elektr tarmoqlari, Kattaqo'rg'on tuman elektr tarmoqlari, Jomboy tuman elektr tarmoqlari, Ishtixon tuman elektr tarmoqlari ogohlantiriladi. Endi kimlar bo'ladigan bo'lsa, mas'ullar hozir o'tirasizlar, razbor qilasizlar. Shomurodovni ham, beshalasini ham javobgarlikka tortasizlar. Payariq tuman elektr tarmoqlari, Pazdarg'om tuman,
Samarqand shahar, Bulung'ur tuman Kattaqo'rg'on shahar elektr tarmoqlari sud oldida javob beradi. Aynan sizni murojaatingiz. Ajoyib ekansiz. Siz jurnalistmisiz? Jurnalist. Jurnalist kelib ma'lumot olish, uni tarqatish huquqiga egaligini bilasizmi? Men keldim ma'lumot olgani. Siz menga aytmoqchi, internet orqali olasiz. Sizlar rasmiy xabar tarqatadigan Yo'q, manbalarimiz kechirasiz. Rasmiy xabarni siz xalqqa berasiz. Agar buni yashirmanglar, bitta boshqarmani qilayotgan xatosi uchun sizlar butun respublikani sharmanda qilyapsizlar. Agar shunaqa holatda ketadigan bo'lsalaring, 300 ta mashinani yo'li bo'yiga teraman, ish tashlash qilib prezidentga murojaat qilaman aka. Sizlar sabab bo'lyapsizlar, bitta boshqarma xodimini himoya qilaman deb. Hamma topshiriq beryapmiz, lekin ertaga Mirziyoyev deydi hamma. Mirziyoyev qayerga qarayapti? Rayon hokimini aytmaydi, viloyat hokimining o'rinbosari oylik olyapti, shu sohaning egasi noinsof deb aytmaydi hech kim. Tilxat bilan yozib berib, men butun internet orqali xalqqa tarqataman. Men hokim bo'lib kafolat beraman, komandam bilan. Bo'lmasa, ana u mo'ningni bugun ishdan olib ketaman. O'tir. Sizlar uzaytirdik bu deyapti. Qanaqasi uzaytiriladi? Nima sabab bo'ldi uzaytirilishiga? Axir sizning murojaatingiz 15 kun deb turib, bizni shoshma-shoshalik bilan ketinglar deb tekshiruvchilar borib chiqarib yubordi-ku. 15 kunda u o'rganib chiqiladi. Hop, nima uchun unda bizni oxirigacha qabul qilmadi unda? Eshitmadi bizni, tekshiruvga borganlar. Qaysi modda? Aniq qaysi bandida? Moddasidan to'liq 1199 ta moddani yozib Yo'q, aynan siz gapirayotgan qonun haqida so'rayapmiz. 1999 ni so'ramadik. Siz hozir vaj chiqib keltiribsiz. Men aynan shu haqida so'rayapman. Bilmaysizmi? Bilmasangiz bilmagan qonunlaringiz haqida gapirmang. Bilmasangiz bilmagan qonunlaringiz haqida gapirmang, hurmatli yurist. Nimaga desangiz, saviyang yo'q, biliming yo'q, ilming yo'q, kitob o'qimaysan, prezidentning qarorini o'qimaysan. Bordingizmi? Tugadimi? Xizmat tekshiruvida siz bormagansiz? Boshqasi ikkita Bordingizmi Farg'onaga? Yo'q, bormadi, lekin qatnashdi. Bormasdan turib qanday o'rganish mumkin? Men gapirib olgan. Oxirigacha gapirib olsam mayli? Siz gapiryapsiz, hamma gaplaringiz to'liq emas. Tushunasizmi? Asossiz gaplar gapiryapsiz. Yo'q, men asossiz gap gapirmayman. Gapiring, konkretni gapiring, mazza qilaylik biza. Maza qilishingiz shart. Yo'q, Mazza bo'ling, maza qilishingiz uchun gapiring. Davay gapiring. Fakt bilan gapiring. Qani antikorrupsion axborot vositasida maxsus muxbiraman, ismim Jahongir, familiyam To'laganov. Siz ham xuddi shunaqa guvohnomangizni ko'rsatib, o'zingizni ism familiyangizni tanishtiring. Ben darajada o'tiribman. Men transport muhtaç bo'lim boshi Hoshmat Ahmedov. Guvohnomangizni ko'rsak bo'ladi. Guvohnomani ko'rish mumkin emas. Nima mumkin emas? Topshiriq qo'ygan. Men qayerdan bilaman sizni kim Sizni bo'lishini? qatdan bilaman men. Mana men guvohnomani Voy ko'rsatdim. mana aytyapsiz. Men ishxonada o'tiribman. Siz hujjat bilan o'zingizni kimligingizni tanishtirishga majbursiz. Qonunga bo'ysunmaysizmi? Qonunga bo'ysunaman. Ko'rsating mana. Lekin hozir sizga majbur emasman. Majbur emasmisiz? Hozir majbur emasmisiz? Hozir majbur emasman. Men sizga o'zim to'liq tanishtirdim. Lavozimimni, sizning familiyamni aytdim. Qonunni bilasizmi? Mana bu xatni jo'natyapsizlar. Abdullajon. To'g'rimi? Mana bu xat bilan vazirlikka murojaat qilyapti. Men bu vazirga aytaman, qimirlaysizmi o'zi joyingizdan yo'q. Yo butunlay tilinglarni, og'zinglarni yopib tashlab, bo'lada sizlarga nisbatan qanaqadir faktlari bor. Mana shunaqangi savollarni tug'ilish darajasiga siz olib kelyapsiz. Vazirligingiz vazir sifatida siz ham, xodimlaringiz ham vazirlikdagi o'zi yuristingiz, umuman bilimi yo'q, saviyasi yo'q ekan. Men uni ochiqdan ochiq ayta olaman, isbot dalilim bilan. O'zinglarning mutaxassislar bor, yanada bir oydinlik kiritib beribsizlar. Yana qanaqa vaj kerak? Shunchalik katta kuchmi bu odam? Yo qonunlarning hammasi sizlar uchun bir tiyinmi? Prezidentimiz gapirayotgan gaplarning hammasi yerdanmi sizlarning vazirligingizda? Mana qonuniy kuchga kirgan bo'lganmi bitim qilganida? Bilmaysizmi? Nima qilyapsiz? Nega oylik olasiz? Nimani soliqimdan oylik olasiz? Qanaqa qilib bo'lajaqingizga yediryapsiz oyligingiz? Javob beryapman, javob eshiting, hali. Odamga o'xshab asab o'ynamasdan. Siz ayting, og'aylar kuchga ega edi, yo ega emas edi deng, bo'ldi masala. Siz aytasiz, mana qaror chiqqan, nima uchun tender bo'lgan vaqtda, mana shu qaror kuchga kirmagan vaqtda sen qaramagansan deysiz. Men nima uchun qarashim kerak? Men sizga savol tender o'tkazayotgan men aralashmasam. Yo, siz tushuntirishyapti qilyapman. Tushuntira olmayapsiz.
Sizni pulingizga kelgan emas, tushundingizmi? Pulingizdagi xontaxtani stolda uradi. Bu davlatning mulki, bunga ziyon yetkazishga haqqingiz yo'q. Hozir shapaloqqa solaman, keyin yaxshi bo'ladi. Tushundingizmi? Ismim Otabek. Mana budjetdan kelgan mulkni bu zarar men sizni. Ishlab qo'ydingizmi? 300 ishlatadi. Otabek. Men hayron qolayotganim, mana endi o'zimning fikrlarimni aytaman ochiqdan ochiq. Chunki borgan sari kun soat o'tgan sayin meni qo'limda materiallar ko'payib bormoqda u insonga nisbatan. Kimdandir yo'q, nima pora olib qo'yganmi? Yo, vazirlik ham sherikmi? Porani olib vazirlikka ham ulashganmi? Nima uchun kerakli choralarni ko'rmaysizlar? Nima uchun mana shuncha qilayotgan noqonuniy xatti-harakatlar uchun siz uni mukofotlab Rossiyaga dam olishga jo'natasiz? Hurmatli vazir, kim pulidan jo'natyapsiz uni? Biz to'layotgan xalq pulidan jo'natyapsiz. Xalqqa tadbirkorlarni yo'liga to'sqinlik qilayotgan mana bunaqangi bir rahbarni sizni rag'batlantirishga nima haqqingiz bor xalq puli bilan? Uyingizni sotib rag'batlantiring bunaqa insonni. Mana kommentariy sanga va sanga o'xshagan noinsoflaringga. Sen juda advokat bo'lib, hokimni, shahar hokimini jinoiy javobgarlikka tortamsan, sen bosh vazirimizga iltimos qilding. Mana endi seni qilgan menga do'stliging. Mana bugungi chiqqan san to'g'ringda va meni siyosatim to'g'risida mana bugungi ertalab mana seni rasming yo'q bu yerda bosh vazir bilan prezident siyosatiga nalat deya.